7-tirak. Beruniy bugun ana shu voqeani esiga oldi. Hindlar to'g'risidagi kitob ham podshohning g'azabini qo'zg'atishi tabiiy. Bu esa olimning yana zolim qahriga uchrashini anglatadi. Ammo ilm yolg'onchilik qarshisida chekinishi shartmi? Axir Beruniy yolg'onni rad qilib, haqiqatni tasdiqlash maqsadida bu kitobni yozdi-ku. Olim faqat rostlik, ilmiy haqiqat tantanasi uchun yashaydi va ijod qiladi emasmi? Beruniy fikrida shunday hayajonli mulohazalar g'ulg'ula qilayotgan paytda saroydan xabarchi yetib keldi. U keltirgan xabar ham juda kutilmagan bir yangilik edi. Xabarchi podshoh Mahmud G'aznaviyning vafot etgani xabarini keltirgan edi. Beruniy bu axborotdan ancha muttassir bo'ldi. O'lim xabari hech qachon hech kimga beta'sir qolmaydi. Hokimning ham, mahkumning ham o'limi hamisha bu qat'iy yakunning haq ekanini eslatdi. Kishilarni hushyorlikka chorlaydi. Beruniy o'ltirgan joyda qo'lini Fotihaga ochdi. Qur'ondan bir sura o'qib, so'ng Iyaminut davla va Aminul Mila hokimiyatning qo'li va dinining amini podshoh Mahmud G'aznaviyning joyini Xudo jannatdan ato etsin deb Fotiha o'qidi. Shundan keyin Beruniy va saroy xabarchisi birgalikda o'rta sari yo'l oldilar. Siyosiy o'zgarishlar. Beruniy o'rdaga yetib kelganida bu yerda podshoh oilasi, oliy dargoh ahli shohona motam marosimini o'tamoqda edilar. Shu bilan birga o'rda ahlida qandaydir besaranjomlik, baland martabali zotlarning xatti-harakatlarida motamdan tashqari boshqa bir tashvish borligi sezilib turar edi. Marhum podshohning o'g'li Shahzoda Muhammad barcha tadbirlarga bosh. Vazir Mahmud Abu Ali Hasan uning yonida parvona. U shahzoda yonidan bir nafas jilmas, shahzodaning farmoyishini o'z atrofida o'ralashayotgan odamlar orqali darhol amalga oshirar edi. Boshqa bir guruh amaldorlar shahzoda Mas'ud tevaragida jam bo'lganlar. Ular Mas'udning o'z ukasi Muhammadning yo'l yo'riqlariga xalaqit berish maqsadida qilayotgan ishlariga jon va jahd bilan ko'maklashadilar. Podshoh Mahmud G'aznaviyning vafotiga oid motam marosimi bir necha kun davom etdi. G'azna ahli ulug' siyosatchi va fotihni munosib hurmatlar bilan abadiy dunyoga kuzatdilar. G'azna taxti esa shahzoda Muhammad ixtiyoriga o'tdi. Marhum podshohning vasiyatiga ko'ra amalga oshgan bu tadbir yana bir taxt da'vogari Mas'udga hech yoqmadi. O'sha yili kuzak payti Mas'ud ukasi Muhammadni hokimiyatdan voz kechishga majbur etdi va G'azni taxtini egalladi. Yangi podshoh Mas'ud shuncha harakat bilan qo'lga kiritgan hokimiyatni boshqarishga beparvo qarar edi. U ko'proq vaqtini taxtgohda emas, ishratgohda o'tkazadi. U lashkarboshilar va amaldorlar suhbatidan ko'ra dilrabo raqqosa va sozandalar bazmini xush ko'radi. Davlat ishlari zahridan ko'ra aysh sharobi uning ko'ngliga yoqimliroq. Lekin Mas'udning Beruniyga munosabati oldingi podshohning muomalasidan ko'ra butunlay boshqacha bo'ldi. Har bir yangi hukmron singari Mas'ud oldingi hokimiyat egasiga zid bo'lganlarni quvvatladi va ularni o'z atrofiga to'plashga kirishdi. Marhum podshoh Mahmud G'aznaviyning Beruniyga salbiy munosabati hammaga ayon edi. Mas'ud esa olimga ko'p iltifot ko'rsatdi. Uni o'ziga yaqin tutdi. Yosh sulton Mas'ud Beruniyning bilimi, aql va zakovatidan bahramand bo'lmoqni istar. Shu sabab ko'p fanlar bo'yicha u Beruniydan dars olar edi. Ularning mashg'ulotlari asosan arab tili va astronomiyaga bag'ishlanardi. Podshohning maxsus ta'lim xonasi. Zarrin naqshlar bilan bezaklangan devorlarda turli ranglardagi deraza oynalaridan o'tgan quyosh nurlari jilvalanadi. Yumshoq ko'rpacha parquvga suyanib o'ltirgan Mas'ud Beruniyning astronomiyaga oid suhbatini tinglamoqda. Olim
shohga quyosh va oy harakatlari, yer aylanishining sur'ati, tun va kunlarning uzun va qisqa bo'lish sabablari to'g'risida so'zlab berdi. Beruniy tahlilida eng murakkab va mushkul masalalar ham g'oyat tushunarli, sodda hamda qiziqarli shaklda bayon topar edi. U o'zining ilmiga bo'lgan cheksiz muhabbati tufayli har qanday ko'ngilni ham fanga maftun etuvchi jozibaga ega edi. Dars yakunida Beruniy podshohga dedi: "Siz Mag'rib va Mashriqni o'z tasarrufiga kiritgan ulug' hukmdor, butun yer yuzasining sultonligiga munosib bir shohdirsiz. Agar shunday baland martabali zot kun va tun sharoiti, ulardagi ishlarning borishi obod yerlarda hamda sahro va inson yashamaydigan joylarda kun va tunlarning qay darajadagi uzunligiga oid ma'lumotlarni yaxshi bilsa, bu olimlar faqat oliy saltanatni mustahkamlamoqqa xizmat qilgan bo'lar edi. Shunday bilimlarni o'zida jam etgan, ammo mutolaa uchun qulay va yengil bitilgan kitoblar darkor. Bu so'zlaringizni men uchun farmon deb bilishga ruxsat etgaysiz. Podshohim aytgan tarzdagi kitobni bitmakka darhol kirishgumdir. Faqat hozirgi munajjimlarning qabul qilgan usullari va iboralaridan o'zgacharoq bo'lsa, dedi podshoh Mas'ud. Chunki bularning yozganlari bemiqdor, uslublari murakkab, ifoda va iboralari g'aliz. Ilm ravshanlik ila fazilatlidir. Haqiqat esa g'oyat sodda va to'ppa-to'g'ri. Murakkablik va g'alizlik muallifning o'z bayonidagi haqiqatga shubhasi borligidan nishonadir. To'g'ri, deb kuldi Mas'ud. Kitob yozgan kishi bu kitobni odamlar o'qiydilar degan umid bilan yozmog'i darkor. Ba'zilar esa shunday yozadilarki, ular bu kitobni hech kim o'qimaydi deb o'ylagan bo'lsalar kerak, deb ko'ngilga keladi. Shu suhbatdan boshlab Beruniy o'zining ko'p yillardan beri o'ylab yurgan ishiga kirishmoqqa qaror qildi. Dastlab debocha sifatida bir kichikroq kitob yozib, uni sulton Mas'udga yo'lladi. Unda tun va kun uzunligini aniqlash tamomila yangi, mavjud usullardan o'zining soddaligi va ixchamligi bilan farqli holda bayon etilgan edi. Sulton Mas'udga bu kitob maqbul bo'ldi. Podshohning taqdirlashi olimni o'z qarorida yana qat'iylashtirdi. Beruniyning ancha fursatdan beri yer va osmon haqidagi bilimlarning majmui bo'lgan katta bir asar yaratmoq rejasi bor edi. Ammo podshoh Mahmud G'aznaviy bilan Beruniy orasidagi noxush munosabatlar olimning ko'ngliga tinchlik bermadi. Bundan tashqari kundalik boshqa xil ilmiy mashg'ulotlar bir yaxlit mavzu ustida ko'milib ishlashga yo'l qo'ymay kelar edi. Sulton Mas'udning Beruniyga hurmatli munosabati, sultonning yosh, ma'rifatli ekani, ilm fanga xayrixohligi Beruniyni shu katta ish ijrosiga chorlagan bo'ldi. 1031-yildan boshlab olim ana shu shoh asarini yaratishga kirishdi. U 6 yildan ortiq muddat ishladi. Beruniyning kechasi-yu kunduzi tinmay qilgan mehnati, uning ilm va mehnatga muhabbatining samarasi sifatida ulkan bir kitob yuzaga keldi. Beruniy o'zining butun kuch va quvvati, fursat va imkoniyatini ilmga bag'ishlagan, ilhom va muhabbat bilan fanga xizmat qiluvchi bir zahmatkash edi. Sulton Mas'ud olimning ana shu intilishiga hurmatli munosabatda bo'ldi. Olimni o'z shohlik qudrati bilan e'tirof etdi. Olimga boshqacha iltifot kerak emas. Unga shunday hurmatli e'tirof darkor xolos. Shundan minnatdor bo'lgan Beruniy o'zining yangi shoh asarini Sulton Mas'udga bag'ishladi va bu kitobni Qonuni Mas'udi deb atadi. Qonuni Mas'udi. Hozir jahon kutubxonalarida Qonuni Mas'udiyning 7 qo'lyozma nusxasi bor. Ular London, Parij, Berlin, Istanbul va Qohira shaharlarida saqlanadilar. Nemis olimi Max Kruse Qonuni Mas'udiyning 4 qo'lyozmasi asosida uning ilmiy tanqidiy tekstini tuzib, 1954-1956 yillari Haydarobodda Hindiston nashr etgan.
Qonuni Mas'udiyning arab tilidan o'zbek tiliga qilingan tarjimasi Toshkentda nashr etilgan. Birinchi kitob 1973-yili, ikkinchi kitob 1976-yili. Fan nashriyoti. Tarjimon Rasulov, maxsus muharrir Ahmedov, mas'ul muharrir Sirojiddinov. Qonuni Mas'udiyning rus tiliga tarjimasi Bulgakov va Rozenfeld, Ahmedov, Rajanskiy tomonidan amalga oshirilgan. Bu ham ikki kitobdan iborat bo'lib, ular Toshkentda Fan nashriyoti tomonidan 1973-76-yillari nashr etilgan. Bu asar Beruniy yaratgan juda ko'p ilmiy asarlar ichida o'zining g'oyat mazmundorligi, keng ko'lamdagi ma'lumotlarni jam etganligi bilan ajralib turadi. Bu shoh asarini yaratish fursatida Beruniy o'zining o'rgangan bilimlari, yiqqan hayot tajribasi, sayqal topgan uslub va ifoda mahorati jihatidan eng yuksak darajaga erishgan edi. Qonuni Mas'udiy 11 ta ulkan bo'laklardan iborat. Bu bo'laklarni olim maqola deb ataydi. Har bir maqolada shakl va mundarija jihatidan ayrim fan sohasiga oid alohida katta bir kitob kabidir. Qonuni Mas'udiyni ikki qismga ajratish mumkin. Birinchi qism 5 maqoladan iborat bo'lib, ularning har biri ayrim va bir ilmiy sohaning tasvir va tahliliga bag'ishlangan. Ikkinchi qismi esa qolgan 6 maqolani o'z ichiga oladi. Ularning hammasi olimning ko'ngliga eng yaqin bo'lgan soha astronomiyaga oid. Birinchi maqolada Beruniy olamdagi mavjudotlar, ularning umumiy shakllari to'g'risida hikoya qiladi. Olam yumaloq shaklli bir jism. Uning bir bo'lagi harakatsiz. Harakatsiz qismning atrofidagilar haqiqiy quyilik. Yerning haqiqiy markazi bo'ylab fazoda aylanma harakat qiladilar. Ana shu barcha mavjud jismlarning yig'indisi olam deb ataladi. Shunday yig'indining aylanma harakat qiluvchi bo'lagi yuqori olam, to'g'ri harakat qiluvchi qism quyi olam deyiladi. To'g'ri harakat qiluvchilar 4 unsur: tuproq, suv, havo, olov birligidan iborat. Yer shu 4 navning biridir. Bu 4 unsur olam o'rtasida tartib bilan joylashtirilgan. Ularning vazn og'irligi olam markaziga intiladi, yengili esa markazdan qochadi. Odamlar qayerda turgan bo'lmasinlar, faqat osmonning yarmigina ko'radilar. U mavjud gumbaz tarzida ko'rinadi. Odamlarning yerdagi holatlari hamma joyda bir xil bo'lmaydi. Joylarini aniqlamoq uchun kenglik va uzunlik qo'llaniladi. Shimoldan janubga tomon hisoblansa, kenglik bo'ladi. Sharqdan g'arbga hisoblanganida uzunlik bo'ladi. Efir 7 sayyoraga ega. Shunga qarab u 7 sferaga bo'linadi. Ulardan yuqoridagi 8-sferada turg'un yulduzlar joylashganlar. Sferalar sharqqa qarab harakat qiladilar. Bu sferalarning quyi tomondan birinchisi Oy sferasidir. Oy dumaloq shaklli qattiq jism bo'lib, quyoshdan unga tushayotgan nur oyda akslanadi. Shuning uchun u go'yo yorug'lik tan manbai bo'lib ko'rinadi. Oy sferasidan so'ng Merkuriy, so'ngra Zuhra sferasi keladi. Bu ikki sferaning yuqorisida Quyosh turadi. Quyoshning osmondagi joyi xuddi podshohning joyi mamlakat markazida bo'lgani singaridir. Hamma sayyoralarning ahvol va harakatlari Quyoshga bog'liq va Quyosh harakati orqali o'lchanadi. Yer, Merkuriy, Zuhra quyi planetalardir. Sferalari Quyoshdan yuqorida bo'lgan sayyoralar ichida Quyoshga eng yaqini Mars, eng uzog'i Saturn. Ularning oralig'ida Yupiter joylashgan. Sayyoralarning har biri maqsad uchun harakat qiladi. O'z tabiatiga ko'ra harakatlanadi. Ularning har biri o'z sferasidagina yuradi. Beruniy bu ma'lumotlarni Ptolomeyning Al-Majesti kitobidan olib, o'z talqinida bayon qilgan. Beruniy yerning dumaloqligi to'g'risida ko'p isbotlar keltirgan. Shu jumladan Oy tutilgan paytda yerning Oyga tushgan soyasi aylana shaklida ekanligi ham aytib o'tilgan.
Qonuniy Mas'udiyning 2-maqolasida turli xalqlarda ishlatiladigan eralar to'g'risida so'z boradi. Beruniy bu maqolada eralar o'rtasidagi munosabatlar, turli xalqlarning urf-odatlari, bayramlari to'g'risida so'zlaydi. Bu ma'lumotlar o'tmish yodgorliklari kitobidagi ma'lumotlarning boshqacha yo'sinidagi izhordan iborat. 3-maqola esa matematikaga bag'ishlangan. Unda sferik astronomiya uchun zarur bo'lgan geometriya va trigonometriyaga oid masalalar yoritilgan. Bu maqolani undan keyingi maqolalarda berilgan vazifalarni bajarmoq va ko'zda tutilgan hisoblarni amalga oshirmoq uchun ishlatiladigan matematik apparat desa bo'ladi. Bulgakov fikri. 4-maqola yoylar va burchaklarning miqdorlari, sfera sirtidagi nuqtalar va ularning turli holatlarini aniqlash va shunga o'xshash boshqa ishlarga bag'ishlanadi. 5-maqolada aksarisi yoritgichlar harakatlarini ko'rsatish uchun qurol kabi qo'llaniladigan narsalar to'g'risida so'z boradi. Bu maqolada Beruniy turar joylarning o'rnini, oy tutilishini kuzatish vositasida aniqlash usulini bayon etadi. Ikki shahar o'rtasidagi masofalar bo'yicha ularning uzunliklarini aniqlash uzunligi va kengligi ma'lum ikki shahar orasidagi masofani aniqlash kabilar to'g'risida fikr yuritadi. Shu bilan birga yer aylanasini shartli bo'laklar yordami bilan belgilash iqlimlar, ularning uzunlik va kengliklari haqidagi ma'lumotlar ham shu maqolada keltirilgan. Bu holatlar geodeziya kitobida ham ancha mufassal yoritilgan edi. 5-maqolaga katta bir jadval ilova qilingan. Unda iqlimlar va ayrim shaharlarning o'rni ko'rsatilgan. Masalalar: Hirot shahrining o'rni 88 gradus 40 minut. Uzunlik va 34 gradus 31 minut. Kenglikda deb berilgan. Uning Xuroson viloyatida ekanligi aytilgan. Kat esa 85 gradus 0 minut. Uzunlik va 41 gradus 36 kenglikdadir. Buxoro 87 gradus 30 minut. Uzunlik va 35 gradus 20 minut kenglikdadir. Samarqand esa 48 gradus 20 minut. Uzunlik 40 gradus 0 kenglikda joylashgan. Beruniy Samarqandni turk tilida quyosh shahri ma'nosini anglatadi deb izohlaydi. Binkat 89 gradus 10 minut. Uzunlik 42 gradus 30 minut kenglikda joylashgan. Bu shahar turkchada Toshkent, yunonchada Toshqal'a deb atalganini Beruniy eslatib o'tadi. Farg'ona viloyatining markazi Axsikat 92 gradus 0 minut. Uzunlikda va 42 gradus 20 minut kenglikda joylashgan. Bolasog'un shahari 91 gradus 30 minut uzunlik va 47 gradus 40 minut kenglikda joylashgan. Jadvalda bunday ma'lumotlar ancha bor. 6-maqola esa quyosh harakati to'g'risida hikoya qiladi. 7-maqolada oy harakatlari to'g'risida so'z boradi. 8-maqola quyosh va oy tutilishi masalalariga bag'ishlangan. 9-maqola yulduzlar to'g'risidadir. 10-maqolada Saturn, Yupiter, Mars, Zuhra va Merkuriy sayyoralarining harakatlari to'g'risida hikoya qilinadi. 11-maqola osmon sferalarining geometriyasi, yoritgichlarning harakatlari, ularning o'rnashgan joyi, bir-birlariga nisbatan qiladigan harakatlari kabi masalalarga bag'ishlangan. Beruniy qonuni Mas'udiyda o'zgacha bo'lgan astronomiyaga oid bilimlarni tanqidiy jihatdan tahlil qildi. Ulardagi yangiliklarni aniqlab tuzatdi. Astronomiyaga oid ko'p masalalarni hal qilib berdi. Qonuni Mas'udiy o'rta asr sharq ilmlarining qomusidir. Shohona tuhfa. Beruniy qonuni Mas'udiyni podshoh Mas'udga topshirdi. Podshoh bu kitobdan mamnun bo'ldi. Eng ulug' bir ilmiy qomus yosh podshohning nomini abadiyan fan tarixiga olib kirgan edi. Mas'ud Beruniyning bu katta xizmati va sharafli bag'ishlovi evaziga unga ulkan mukofot tayin qildi. G'azna ko'chalari, qator sarf tortgan rastalar, ot
ulov bilan turli qishloqlardan kelgan dehqonlar bozor maydoni sari oshiqadilar. Miskarlar, taqachilar do'konlarida jarang-jurung taqataq bolg'alar dukkullaydi. Savdo rastalari salobat bilan saf tortgan. Shahar o'z kundalik hayoti og'ushida. G'azna ko'chalaridan bir otliq tuyabon ikki serxasham bezakli tuyani ohista yetaklab o'tib boradi. Tuyalarning kajavalariga ortilgan kichik-kichik qopchalar tarang. Yukning og'irligidan tuyalar horg'inlik bilan qadam tashlaydilar. Tuyabon oldida bezakli taqinchoqlar bilan to'la otga mingan zarhal libosli bir suvori ketmoqda. Katta yuk ortilgan bu tuyani otliq ikki soqchi qo'riqlab boradilar. Rastadagi do'konlardan birida o'tirgan savdogar o'z suhbatdoshiga bu kichik karvonni ko'rsatib dedi: "Ushbu tuyalar o'rda xazinasidan chiqqanlar. Ular qimmatbaho yuklarni qaygadir eltmoqdalar." Karvon oldidagi kishi ham xazina xizmatchisi bo'lsa kerak. Libosi shundan dalolat beradi-a? Ha, shunday. G'azna ko'chalaridan viqor bilan kechmoqda bo'lgan bu karvon tezda ko'pchilikning diqqatini tortdi. Suvoriylar va ikki tuya tezda shaharning markazidan o'tib, uning chekkasidagi bog' ko'chalar sari yo'l oldilar. Beruniy ertalabdan beri tinmay ilmiy mashg'ulotlar bilan band bo'lib, sal toliqdi shekilli, ishini to'xtatib boqqa chiqdi. U gulzor yoqasida jadal oqayotgan ariqchadagi suv ovozini tinglab, gullar jamoliga boqib, bir oz hordiq chiqardi. Bu to'xtovsiz oqim olimga hayot fursatining tez o'tishini eslatdi. Ana shu ariqdagi suv kabi gullar undirib, mahsullarga baraka berib yashamog'i lozim har bir odam. Hayotning chin mohiyati elga, kishilarga bahra yetkazmoqdir. Agar shu ariqdagi suv bo'lmasa, gulzorlar qaqrab, quruqshab ketgani singari har bir kishi faoliyatida ko'pchilikka bahra yetmasa, el hayoti ham kambag'allashadi. Odamlarga naf yetkazmay yashagan kimsa esa suvsiz ariq kabi befoyda va quruqdir. Beruniy shunday mulohazalarda g'arq bo'lib bog'da sayr etar ekan, xizmatchi kelib o'rdadan kelgan odam Beruniyni yo'qlayotganini xabar qildi. Beruniy bog' eshigidan ko'chaga chiqdi. Bog' darvozasi oldida ikkita katta tuya yerga cho'kkan va ustidagi og'ir yukni tashish mashaqqatidan xoli bo'lgani uchun shukr qilgandek chuqur nafas olar edi. Darvoza boshida turgan xizmatchi otdan tushib, Beruniyning chaqirig'ini kutmoqda. U olimning o'zi eshikdan chiqib kelganini ko'rib, sal sarosimada qoldi va darhol ot jilovini yonida turgan soqchilardan biriga topshirib, o'zi Beruniy huzuriga keldi. U olimga ta'zim qilib, salom berdi. Beruniy unga odob ila alik qaytardi. Saroy xizmatchisi olimga dedi: "Oliy hazrat Shahanshoh sizga ushbu sovg'alarni yo'llamishdirlar. Qayerga tushirmoqni buyurgaysiz?" "Bu ne sovg'alardir?" "Podshoh hazratlariga sizning kitobingiz g'oyat ma'qul tushmish. Oliy hazrat buyurdilarki, 2 tuya ko'tara oladigan miqdorda kumush tangalarni siz taqsirimga sovg'a etib yetkazilsin. Ushbu tuyalarga ortilgan qoplardagi tangalar o'shal oliy mukofotdir." Xizmatchining so'zini tasdiqlaganda tuyalar pishillab boshlarini u yon bu yonga chayqay ketdilar. Beruniy bunday iltifotni kutmagan edi. U biroz jim qoldi. So'ng olim saroy xizmatchisiga dedi: "Men podshoh hazratlarining bunday oliy darajadagi in'omlaridan behad minnatdormen. Ammo bu qadar katta davlat va boylikning menga zarurati yo'q. Alhamdulillah, podshoh hazratlarining lutfu inoyatlari va oliy dargohi soyasida tirikchiligim uchun yetarli ozuqa va kiyinmoq uchun kerakli kiyim menda bor. Undan boshqa narsaning esa menga hojati yo'q. Shuning uchun bu tangalarni xazinaga qaytarib eltingiz. Ular Shahanshoh davlatining lozim ehtiyojlariga sarf etilar."